O'zi boshlovchini konsertdagi eng asosiy vazifasi bu ijodkorga xalaqit bermaslik. Eson-omon konsertini tugatib olish kerak. Eson-omon o'zini tayyorlagan mahsulotini sizlarga hadya etish kerak. Lekin bitta vazifamiz bor, shu vazifani hozir ado etishimiz lozim va shart. Bizni hamkorimiz Easy Booking turizm agentligi sovg'a hozirlab qo'ygan. O'shani o'z egalariga topshirib berishim kerak. Qani sovg'alarni olib chiqinglar, qarsanglar bilan. Qarsak kamroq, hozir sovg'ani ayting nimaligini. Nima dedi boya Elmurod? Sharm-el Sheyxga sayohat uchun sertifikat, haqiqiysi. Endi yodingizda bo'lsa, avvalgi yilgi konsertda Elmurod do'stimiz mana shu Xalqlar do'stligi saroyiga konsertga tashrif buyurgan muxlislarning orasida eng yosh kattasiga va eng yosh kichkinasiga topshirgandi o'zini sovg'asini. Bu yilgi konsert dasturimizning nomi Yengil men. Yo'llanmani konsertga tashrif buyurgan eng yengil odamga beramiz. Faqat mana qorinda 300 gram deyish yo'q, ha? Kim eng yengili bormi? Ya aka sizga u nima Simbami ko'tarib turibsiz? Abi ko'raylik, solishtiraylik mana. Nima? Mamman sirama uka, yengilroq shekilli ya. Bag'am. To'xtaylar hozir Simba kelyapti. Simbani ko'raylik. Ye? Aka Simbani davri tugadi shekilli, men qarang. Nala yengilroq shekilli. Qani? Shumi bo'ldimi hammasi? Kim? Aka xansirab kelyapti-yu. Bo'ldi, yigitlar, sizlar boringlar. Joylarga borib olinglar. Boringlar, singlinlar. Boringlar. Kattalar ketaveringlar. Qani, joyingizga o'tirib oling, boring. Boravering. Rahmat. Mana yengillarni ko'ryapsizlar-ku. Yengil men bu millat. Qalaysiz? Elmurod fanat shekilli. Qani, joyingizga o'tiring. Hop, akalar sizlarga rahmat. Sizlarga rahmat. Ukalarim, singillarim, sizlarga ham rahmat. Aka sizga ham rahmat. Simba bu safar bo'lmadi. Nima qilay? Bu yengilroq deb, u tarozi olib chiqaymi endi hozir aka? Xalq ko'rib turibdi, yomon qarang aka. Keling aka, keling. Qani keling siz ham. Hop. Biroz kattaroq o'xshayapti. Baqirishlar bo'lmasin. Xo'p, hozir bular birinchi raqamli bo'ladi, bular ikkinchi raqamli bo'ladi, bular uchinchi raqamli ishtirokchi bo'ladi. Hammamizni qobiliyatimiz bor, vaznni taxminan ko'ra bilish. Qarsak chalish yo'li orqali aniqlaymiz. Kelishdikmi? Faqat o'zingizlar g'olib degan ishtirokchiga qarsak chalasizlar. Birinchi raqamli ishtirokchiga qarsakinglar. Ikkinchi raqamli ishtirokchi. Uchinchi raqamli ishtirokchi. Hala Madrid. Qayer? Viskal Barsa. Marhamat. Rahmat sizlarga. Uzr, rahmat. Sizni esa tabriklaymiz. Yaxshi ham katta bo'lib ketmabdi siz. Marhamat, mana shu Sharm-el Sheyxga yo'llanma Easy Booking tomonidan guldiroz qarsaginglar. Rahmat, o'z o'rningizni egallab olishingiz mumkin. Endi azizlar ko'rib turibsizlar, bizda ikkinchisi ham bor. Endi yengilini aniqlagandan keyin og'irini ham aniqlaylik. Eng og'ir muxlisimiz. Marhamat. Keling aka, ana. Assalomu alaykum. Birinchi, ye? Aka qaytaring. Qo'y qarang. Assalomu alaykum. 175 kg. Voy. Tarozi bilan tush keling, tarozi.
Ona aka ham qaytib bordi-yu. Tarozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Endi haqiqatdan tarozi kerak-ku. Qani. Endi qarsak chaldira olmaymiz, chunki buni aniq o'lcha olmaysizlar. Har kuni tortalarmi? 175 kilo. Labe. Har kuni tarozini o'taman, bog'bonman, 175 kilo. Aka qachon oxirgi marta tortildi? Men har kun tortilaman 150 kilo. Bo'ldi, unda. Unda bu yoq. Men hozir nima qilishni bilmay turdim. Ah. Ha. 14-qator. Aka sizga rahmat. Assalomu alaykum. Rahmat. Oxiri baqar bo'lsin-da. Xo'p, kurash. Qachon o'ynab ko'ramiz? Ya, endi nech kilo? 180 bo'lsa kerak. Bo'lsa kerak. Tarozda ko'rsatyapti, hech qilmagan. 150 da ko'rsatmadi. Yaxshi. Tarozi bo'lsa o'g'ir chiqaman, javob aka o'g'irman. Tarozi bo'lsa o'ynayman. Men bilaman-da, ko'pini topgan. Mana nimasida gap bas. Ya, abedga nima yudingiz? Yo'q, uning farqi yo'q. Har kuni 175. Xo'p, kelinglar, mamnun qilamiz. Mamnun qilamiz. Halol bo'lsin. Rostdan kasimiga yana xalqqa yuzlanamiz. Mana aytayaptilar, men 175, rosta kasim og'irman deyaptilar. Aka 180 bo'lsa kerak deyaptilar. Akani birinchi raqamli, akani ikkinchi raqamli ishtirokchi qilamizda, yana xalqqa yuzlanamiz. Faqat ikkalasiga teng qarshi qilish yo'q, meni qiynash yo'q. Kelishdik-a? Xo'p, birinchi raqamli ishtirokchiga qarshi kelinglar. Ikkinchi raqamli ishtirokchiga qarshi kelinglar. Ya, sizlar kelish to'xtanglar. Hamma teng qarsak chalish yo'q. Birga. Ikkiga. Aka, xafa bo'lmaysiz, menimcha ozgina balandroq bo'ldi. Rahmat, rahmat. Halol ekan, aka tabriklaymiz. O'zlari ham rozi bo'ldilar. Rahmat. Mana. Endi ish qilib samolyot ko'tarsan ham. Xudo xolasa. Hazil albatta. Guldiroz qarsakinglar. Rahmat. Mana homiylarimiz o'z sovg'alarini egalariga topshirishdi. Azizlar, hozir esa endi yana bir mehmonimizni taklif qilmoqchiman. Bitta dona qisqacha e'lonimiz bor. Odatda ushbu mehmonimiz chiqqanda konsertda eng so'nggi bloki, eng so'nggi qismi deb o'ylashadi muxlislarimiz. Blok o'z nihoyasiga yetib borayotgan pallada o'rnidan turib o'z manziliga shoshilishadi. Bugun shoshilmaysizlar, chunki bu mehmondan keyin ham bizda sizlar uchun aytadi sovg'alarimiz bor.